Kapten Erkebulan rekordini ko'rdingiz, bitta jangi bor. Erkebulanning bitta jang, bitta g'alaba bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Kuzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebulan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Profbox All Stars promotorlik kompaniyasi tomonidan o'tkazilayotgan kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkebulan knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishini ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Profboxda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Profboxda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkebulan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMA yurtdoshimizni yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Erkebulan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun. Arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erkebulan borib hurmat ko'rsatdi Nikulinga ham.
Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz ushbu sportchini. Muxlislar, kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raunddayoq tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Ваши овации! В этом ярком поединке, которого так все долго ждали, на первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Эркебулан! Erkebo'lan To'xtar g'alabalari sonini 2 taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangida ham To'xtar nokaut bilan zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент! Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт, это спорт. Эркебулан, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе встретили здесь в Узбекистане? Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men Nazirda o'zimda uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelgandan kutib oldi. Mana bola o'yladi. Mana boladan so'ragan negizi. Bo'yni o'smalaga bergan. Сөйткенде кіммен шыққым керек деген Еркебулан Тоқтармен деді бұл. Бұл мені өзінің историясына жазғысы келді. А мен бұны өзім историяма жазып кеттім. Бұл ойладым, мынау какой-то актер Қазақстаннан келген. Бізде любой адам разговор атын білмейді ау деймін. Бәріне рахмет. Сосын 3-4 персонаж үшін бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет, мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем. Өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да давайте жарысып, дамайық. Сосын неге Еркебулан қайдасың дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады деген бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың! O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkebo'lan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam bezib tashlagan bo'lishi mumkin. Lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti. Erkebo'lan To'xtar va bir tomonda arenani bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkebo'lanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face.
hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Boksdan ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ilib ketish kerak. Qaysi promotorlik kompaniyasi buni ilib ketish kerak. Я уж подрался. MMA olamida bo'lsa tushunarli. Зия, Рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kuturib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Toshkent dайте шуму. Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт. Это только спорт. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба. Пусть так будет всегда. Это только спорт. Еркеблан, эти аплодисменты для тебя. Va bugun mana ringda ham uchrashishdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar, bu yog'i kelishuv. Ajoyib. Do'stlar, bo'ldi. Shu pallada reportajni yakunlaymiz.